Buxoro shahar 7-mikrorayon test markazi yon tomoni 6 qavatli g'ishtli domning 3-qavatdan umumiy maydon 85 metr kvadratni o'z ichiga joylagan 3 xonali xonadonimiz sotuvga chiqdi. Asosiy kiraverish qismidan bizni kattagina koridor qismimiz kutib oladi. Proyekt bo'yicha kattalar yotoqxonasi, bolalar yotoqxonasi, studiya format holatdagi mehmonxona hamda sanuzor. Ko'rishni kattalar yotoqxonasidan boshlaymiz. Devorlarimiz italyanskiy atachento uslubda ta'mirlangan, oyoqdagi to'liq laminatsiya holatda turetskiy radiatorlarimiz o'rnatilgan, qandalarimiz ilingan, pardalarimiz ilingan. Asosiysi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan, kadastr hujjatlarimiz tayyor. Bolalar yotoqxonasi, maktab, bog'cha, poliklinika barcha qulayliklarga ega ushbu xonadonimiz yo'l yoqasidan birinchi liniya, studiya format holatdagi mehmonxona hamda kuxnya, duxkonturni kotyollarimiz o'rnatilgan, turetskiy radiatorlarimiz o'rnatilgan, derazalarimiz 2 qavatli akvaplast romlardan. Yuvinish xonasi pastdan tepagacha to'liq kafil qilingan, qo'shimchasiga ariston mavjud. Batafsil ma'lumot kimga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, pastki raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.